Avvalambor assalomu alaykum. Farg'ona viloyati Yangi Qo'rg'on shaharchasi Chumboq mahallasida o'sha yillar arzonchisi Sarkarabek xonadonlarida turibmiz. Bizda semental xunojillarimiz kelgan. Sho'rni piyostiralarimiz kelgan inshaalloh shu galishdan ko'riz. Inshaalloh biz chiroyli qilib yoritib beramiz. Aka-ukalarimiz shoshilamiz. Nomerlarimiz aka-ukalarimiz 94lik 497 39 75 aloqalariga chiqishlaringiz mumkin aka-ukalarimiz. Xo'p, 94lik 220 7100 nomerlariga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin aka-ukalarimiz. Shoshilamiz. Bizda zo'rlari bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum. Farg'ona viloyati Yangi Qo'rg'on Chumboq mahallasida turibmiz. O'sha yillar arzonchisi Sarkarabek xonadonlaridamiz inshaalloh. Mini firmalardamiz. Bizda sementallarning zo'rlari bizda bo'ladi inshaalloh. Xitoydan keldi. Issiqqina aka-ukalarimiz. Biz chiroyli qilib yoritib beramiz. Yeb-ichlarni ko'ryapsizlarmi? Inshaalloh. Naslchilikka bular xunojin. Naslchilikda rivojlantiraman degan hoji akalarimizga, tadbirkor akalarimizga inshaalloh biz obzorlarimizni boshlaymiz inshaalloh. Vodiy Chorva kanaliga maxsus layklarni bosib, Instagram, Telegramlarimiz bor, TikToklarimiz. O'tib obuna bo'lib qo'ying. Ko'rganda mashalloh deb qo'yamiz aka-ukalarimiz. Biz boshladik. Bizda yaxshilar bo'ladi inshaalloh. Bizda zo'rlari bo'ladi mana. Sementallarimizda yaxshilar, xunojillari mana. Ular nima deyapti? Mana shalxalarni ko'ryapsizlarmi aka-ukalarimiz? Yaxshi. Bularning bo'ylari 1.15 chiqadi inshaalloh. Yeb-ichallari yaxshi. Yo'lishda frizlarimiz ham bor mana. Bizda yaxshilar, zo'rlari bor. Ko'rib boqing. Bizda chiroylari bo'ladi. Naslchilikni rivojlantiraman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Yaxshi, zo'r. Bu tarafga ham o'tishimiz mumkin mana. Xitoydan mollarimiz kelgan, shoshilamiz aka-ukalarimiz. Bu noyob. Shoshilib izda olamiz inshaalloh mana. Sharxalarni ko'ryapsizlarmi? Har bittalar sharxalarni mana. Juda yaxshi, zo'r. Ana zo'r bizda mollarimiz. Yaxshi. Qo'shimcha tarzda yana aytib ketamiz. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Chumboq Qo'ng'irotda o'sha yillar arzonchisi Sarkarbek, Lochinbek, Dilshodbek xonadonlarida mini firmalarda turibmiz inshaalloh. Bizda zo'rlari bo'ladi. Layklarni bosib qo'yasizlar aka-ukalarimiz. Ular sharhlari yaxshi, yeb-ichallari, kilogramlari yaxshi emas. Bizda zo'rlari bo'ladi mana. Bu yoqda mana galishda frizlarimiz bor. Mashalloh. Ko'rganda mashalloh deb qo'yasizlar aka-ukalarimiz mana. Hamma shalxlari yaxshi. Go'zallarimizda. Tuyog'idan tortib to shoxiga ko'rsatamiz. Mana. Nima deyapti bular? Ko'rib boqing. Ko'rganda maza qilasiz aka-ukalarimiz. Ko'rganda mashalloh deb qo'yamiz. Ularda bo'ylari 1.15, 1.18, 1.20lari ham bor mana. 1.25, 30lari ham bor mana. Yaxshi holatda. Zo'r.
O'zbekiston bo'ylab, Qoraqalpog'iston bo'ylab dastaklalarimiz tekin. Hijolat bo'lmay kelaverasizlar. Hop, o'zi O'zbekistonda naslchilik rivojlantirish o'zi mana shu sementallarda olib kelish ham ozchicha noyobroq. O'zi sementallar noyob mol bu. Shuning uchun negativ yozish yo'q. O'zi qimmat kelgan mollarimiz. Ko'rib boqing. Mana xaridorlarimiz ham kelgan. Assalomu alaykum, hoji aka, yaxshi keldilaringmi? Tanjonlaring sog'mi? Mana semental ko'rishga kelibdi, inshaalloh olishga ham. Juda zo'r. Yaxshi. Hamma yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Xirmonga baraka. Assalomu Kunlarga baraka. Umid aka qalaysiz? Kuzimiz aka, yaxshi kelib oldingizmi o'zingiz ham? Birdan baqot. Tinchmisiz o'zingiz? Rahmat aka. Esalomat kelyapsizlar inshaalloh. Xudo xolasa mana aka. Yaxshi, umringiz uzoq bo'lsin. Mollarimiz keldi. Ha. Avvalambor endi mollarimiz Xitoydan keldi-da. To'g'ri, charchoqlar. Xitoychasiga bitta salomlashib olaylik. Barchaga obunachilaringizga nihal. Yashang, Alloh ziyoda qilsin. Gaplashavering telefonda hozir. Ha, yaxshi. Mollarni olib qo'yibsiz. Bunisi mana mollarimiz mana. Nihao, o'sha assalomu alaykum degan ekanda bu. Yaxshi, zo'r. Xandonlarimiz hammasi bor mana. Zo'r mana. Shalxalarini ham yaxshi ekan inshaalloh. Hammasi yaqinlashtirib ko'rsatib. Ana. Yelkalarni yaqinlashtirib. Maşallah mana ko'rsatdingiz dilkalarni bo'lsa, dilkalar o'sha Xitoy dilka ekan, ha? Shot vilkalarda. Ha, o'sha Xitoy nimaga tushunavermaymiz-da endi, o'sha dilkalar o'sha Xitoydan kelgan. Ana. Go'zallarimiz bor. Kamerani yaqinlashtiribsizlar yo'q? Ana. Kattalar qirib oshga tayyor bo'ladi. Ana xaridorlarimiz ham kelgan mana. Yaxshi xaridorlar bor. 500 mingdan boshlanadi. Ana. Klientlarimiz ham keldi. Mana xaridorlar inshaalloh. Ana Qo'qondan. Qo'qondan kelibdi mana xaridorlar. Alloh ziyoda qilsin. Unda aka, bizda shunaqa aka. Olgan oldi, qolgan qoldi. Bizda zo'rlari Ha, bo'ladi. aka, rizqiga ham mana olib ketaveradi aka. Bu To'g'ri. narsa doim yo'q aka. Albatta. Borlikda qadriga yetish kerak. Shoshilish kerak deysiz har doim. Endi bitta mollarni ko'rsatib bahosini aytib tashlaylik aka. Bo'ldi. Ketdik. Mana sementallarimiz eng go'zallar, eng zo'rlari bizda bo'ladi inshaalloh. Yana kelaverasizlar. Hop, 94lik 220 71 nollar aloqalarga chiqishlaringiz mumkin. Hop, 94lik 497 39 75 aloqalarga chiqishlaringiz mumkin. O'sha mashhur yillar arzonchisi Sarkorbek mana xaridorlar kelgan, hammasi yaxshi bizning mollarimiz. Yeb-ichanlari yaxshi, kafolat beradi O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab bitta olganda stavkasi bor aka bizda. Mashalloh. Eng zo'r joyi. Aha. Ha, keyin aka imkon qadar mollarimizni shu xazinasilarni ham ko'rsatib ketaman aka. Ko'rsat. Hammasini tagi zo'rda bo'ladi chunki. Ha, hammasini shu olgan odam ham tanlalmay qiynalyapti. Hozir bir Dirsulov ukamiz ham keldi. Ha, juda qiynalyapti. Hammasi zo'rdan zo'ri deydi. Yaxshi zo'r. Endi buni ko'p cho'zmaymiz, maqsad sotish, ha? Maqsad sotish. Aka, keyin qo'l bilan ko'rsatib ketaman. Bo'ldi. Mana o'rtada turibdi kichkinta. Ha. Bo'ylari 1.15 средний. 1.15. Ha, 33,5 dan aka, lekin sifatni ham ko'ring mana. Sifat a'lo. Sifat a'lo. Sifat a'lo. 33,5 dan Hop. kattalariga, iriqlarichi? iriqlariga 43 gacha. 43 gacha? Mana keling. Mana bular 43 mi? Bitta ostlariga ko'rsatib qo'ying. Mana bizda zo'rlari bo'ladi. Mana Vodiy Chorva kanalida zo'rlari mana. Bo'ylari ham 120, 25 atroflarda. O 125 dan baland u. Ha, Kami ham 125 gacha. shunaqa ekan, sallam ekan. Mana u Yaxshi. sheriklari aka, mana. Mana. Mana pechat va bu, ha? Pechatni o'zi-yu bu. Ko'p bunaqalari. Juda zo'r. Yaxshi, barakasini bersin inshaalloh. Umid aka, Hop. shu 33,5 bilan 43 ta o'rtasida narx-navo o'ynaveradi. Ha. Holatiga qarab. Bo'yiga qarab, sekin kilogrammlariga qarab, Ha. Holatiga qarab kelishilaveradi. Siz chunki narxni ushlab turibsizda. Yo'q, maqsad sotamiz. Maqsad Eng sotsin. qizig'i 33,5 degan molimizda ham kami bor, muruvvati bor, hayrisi bor. ha. 43 degan molimizda ham kamini qilib beramiz. Yashang, Alloh rozi bo'lsin, Alloh ziyoda qilsin.
Ko'rib boqaverasizlar aka-ukalarimiz, xaridorlarimiz keldi mana inshaalloh. Bizda yaxshilari bo'ladi, zo'r. Go'zallari bo'ladi bizda. Xo'p. Hayrisiga o'tib beraverasiz? Albatta. Galishtirlarimizni videoni boshidan bunday syomkaga Ketdi. Syomkalarni qilib chiroyli. muzohlashmasin. Albatta. Vodiy Chorva kanaliga e'tibor berib qarab tursangiz, bizdan zo'rlar chiqadi. Mana sekin o'tamiz mana xaridorlarimiz ham yaxshi kelgan mana. O'ta go'zal holatda mana. Ishxonmonni yeyapti aka-ukalarimiz. Bularda qoniga bola tushdi, o'sha bozorlarda 65 million, 75 million. Bular enalari nechta sut bergan oldin? Aka, bularni sut berish darajasi o'rtacha 45 ta. 45 ta. Avvalambor yemishiga bog'liq, Albatta. tarbiyasiga bog'liq. Ha. Bular zot baribir zotligini qilib ketadi kelajakda keyin. O'sha sut yo'nalishdagi bular xunojillarimiz. Olgan odam kam to'nmaydi. Bizdan ancha foydalansin inshaalloh. Aka, sut yo'nalishida shu xabarimiz bor endi. To'g'ri, ha. Uncha hammamizni ham o'zi hozir mol sohasini hamma usta bo'lib ketdi hozir. To'g'ri. Hamma biladi molni. O'zi sement demoqchimanki, galishtim friz bilan bu semental hozir polni mol temasida eng sutdor ko'p sut beradigan mollar shular o'zi. To'g'ri. Qolgani bulardan keyin turadi. To'g'ri. Galishtin fresh, semental. Gapingizda oldimi? O'zbekistonda o'sha noyobda o'zi semental o'zi aslida. Olib kelishlarimiz o'zi qiyiroq bo'lyapti. Noyob o'zi O'zbekistonda kamroq, semental bilan sementalning farqi bor. To'g'ri. To'g'ri aytyapmanmi aka buni? To'g'ri. Bu mollarda aka biz qonigacha, zotiga, originalligiga javob beramiz. Xulodi o'z mana dokumentlari bilan. To'g'ri o'zi. O'sha Xitoydan kelgan mollarimiz yaxshi mollar hammasi. O'sha sut yo'nalishi bo'yicha ham, go'sht yo'nalishi bo'yicha ham hammalari yaxshi mana. O'ta go'zallari bizda bo'ladi inshaalloh. Shoshilmay bir qator chiroyli ko'rsatamiz inshaalloh. Yana qo'shimcha nomerlarimiz bor. 94lik 497 39 75 94lik 220 7100 aloqalarga chiqishlaringiz mumkin aka-ukalarimiz. Bizda yaxshi sementallar, go'lishtin frizlarimiz bor mana. Bizda yaxshisi bo'ladi Vodiy Chorva kanalida. Shoshilamiz. Vaholik aka-ukalarimiz. Qo'ng'iroq qilinglar Sarkorbekka. Yo'lida qilib, arzon qilib, chiroyli qilib berasiz aka. Mana galishtin frizlarimizni zo'rlin birib mana Hoji bomam o'tib ko'rib turibdi mollarni. Yashasin. Biz ham o'taylik bo'lmasa endi. Bo'ldi, o'tamiz hozir, ketdik. Mana ko'rishlaringiz mumkin mana shalxalariniki mana. Mana bo'ladigan mol boshidan ma'lum deydi mana. Bizda zo'rlari bo'ladi mana. Aka-ukalarimiz ko'rib boqishlaringiz mumkin go'lishdan friz mana. Mana bular nima deydi mana. Mollarni qarang mana. Tuyoqlari ham mana tikka tuyoq mana. Shinalli tuyoqlar hammasi o'sha kafolatlangan inshaalloh. Bizda yaxshilar bo'ladi, zo'r. Bularning bo'ylari necha Sarkorbek? Bo'ylari endi bu yerda hozir bir ikkita yo 3ta 1.15 lik bor. Qolgani ketdi shu 1.20, 1.30 gacha bu yerda. 1.25 lik juda ko'p aka. Ha, yaxshi zo'r. Allohim, ko'rsatinglar. Ana. Go'lishtin friz bu. Tag'in ham aka bu mollar yarim to'lib turibdi hozir. Ha. Sababi bular o'zi o'sha furaga ortilganda ham bir hafta yurdida yo'l. Ha, yo'li Xitoy uzoq u. Bu mollar bir hafta 10 kun dam olsa, u yoqdagi holatiga ozgina bo'lsa ham qaytadi. To'g'ri. Hozir mollar yarim to'yapti. Shuni hisobini qilishaveradi obunachilaringiz. To'g'ri. Mana shular mana zo'r mollar. Yaxshi mollar inshaalloh. Mana mollarimiz bor. Ko'rib boqishlaringiz mumkin aka-ukalarimiz mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Ko'rib boqing mana. Hammalari yaxshi mana. Ishonarli inshaalloh kafolat beramiz deydi. Yevichanlariga O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz deydi. Inshaalloh dastaklar mutlaq tekin. Mana ko'rib turibsizlar. Mollarimizni go'zallari bizda bo'ladi. Vodiy Chorva kanalida kelaverasizlar aka-ukalarimiz. Bizda yaxshilari bo'ladi inshaalloh. Nech puldan nech pulga davr? Buni sotamiz endi va kelgan bahosiga. Ha, maqsad sotish. 30 million so'mdan. Hop. Tepasi 36 gacha. 30 million so'mdan 36 ga to'g'rimi? Endi qarang, mana kattalarini bor-ku. Ha. Men bozor bo'lsa ekan 40 million desam. To'g'ri. Uy savdo. Bolar savdo aka. Olgan oldi, qolgan qoldi. To'g'ri. Ana, olishgan maza qilsin aka.
Yashang. Tepasida 36 yana o'tib beramiz. Yasha. Yana xayri bor ekan ko'klarimiz mana. 30 deganimizda ham aka. Yengil qilib ha. Ha, misol uchun ichida ikkita uchtasini tanlasa, yana ham tushib beraveramiz. Bittaga ham baribir kamaytirib beramiz. Bo'ldi, yashang. Alloh ziyoda qilsin mana. Sarkorbek yillar arzon Sarkorbek mana olib kelib qo'ygan mana. Biz qimmat sotmaymiz, yo'lida qilib sotiladi deydi. Bizda yaxshi go'zallari bizda bo'ladi, zo'r bizda. Bo'ylari ham mana kilolari ham kelgan. Endi buni ichida Sarkorbek buni qochmagan bular hammasi. Bularni endi hozir aka biz Noma'lummi? mana shu xunajon holatga beraveramiz. Ha. Mabodo endi bular gap to'g'risi qochgan bo'lsa ham semental buqadan qochgan bo'ladi. To'g'ri. Sabab bu galishtin frizlarimizning ichida semental novoslar yurgan ekan. Ha. Agar qochib qolgan bo'lsa, olmadi. Ha, olam ustiga olam nur bo'ladi-da. Shu olib baqaveradi o'sha. Zo'r bo'ladi. Aka agar qochib qolgan bo'lsa, yana ham yaxshi. Yaxshi zo'r. Chunki biz bozorlarimizda hozir shu mollarimizda yetuklari 80 million deyapti, 75 million, 70 millionga olishyapti aka-ukalarimiz. Olish kerak. Hozir qimmat bo'lishi mumkin. Kelajakda o'sha izlarini bosib ketadi inshaalloh. Zo'r. Ana. Juda zo'r. Hoji aka nima bo'ldi? Tanlayapsizmi? Ha, tanlayapmiz biz ham. Yashanglar. Mana. Inshaalloh mana. Hoji bu hamda xolos egiz to'ydiganini hozir qo'ylab turibdi menimcha. Ha, yo'lida qilib ha? Ha, shu egiz to'y berganini xohlasa oqtaryapti. Hozir kelishamiz. Ha. Kelishida, Sarkorbek kelishadi ama bu. Zo'r inson bu. Men buni yaxshi ko'raman, chunki yo'lida qilib boradi buni. Umid aka, Hov. ko'ralar so'skalar 4 joyda. Ha. Bu mollar tanlanib olib kelingan mollar. O'sha sartarobga qilib, joy-joyga qo'yib ha? Faqat bitta narsa bor. Sementallamizdan ko'ra ham mana galishtirlarimiz endi jinday charchog'i kuchliroq ekan bularda hali. Gap to'g'risi. Ha. Keyin sal eti ham qaytib qolgan. Bu mollarda et voshi sal bundan ko'ra to'liqroq bo'lgan ekan. Endi hozir uyda turgan, karantinda turgan, mashinada kelgan, ha? Endi bari hozir ham charchog'i bor-da hozir ham. Sekin o'zgarib ketadi inshaalloh. O'sha mana shalxalarni ko'ryapsizlar. O'zi xunajim moldi, semizligi ham kerak yo'q. To'g'ri, ha. O'zi figurasini ushlab yursa ham yaxshida bular. Shunga qochishga ham yaxshiroq bo'ladi-da. Shunaqa. O'rtancha Shunaqa. molga nima qilganda. To'ppa-to'g'ri. Eti yuqama oldi, o'sha zetmas qochishini naborat tez bo'ladi, oson bo'ladi. To'g'ri. Mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Yana qo'shimcha tarzda aytib o'tamiz. Farg'ona viloyati bo'yida tumanlar Cho'mmosh Qo'ng'atdamiz inshaalloh. Bizda mollarda yaxshilari bo'ladi inshaalloh. Shu yillar arzonchisi Sarkorbek. Qo'shimcha nomerlarimiz 94lik 497 39 75 aloqalarga chiqishlaringiz mumkin. Yana nomerlarimiz bor, Zohriddin. 94lik 220 o'sha trenddagi nomer shu. Vodiy chorvaga ya tirstirsa yashan gapi yo'q. Aka-ukalarimiz kelaverasizlar. Bizda yaxshilari bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab o'sha tekin qilib beramiz mollarimizni inshaalloh. Dastlabkalarini. Pullarini iloji boricha kelishib, onlaynmi, offlaynmi savdo qilinaveradi inshaalloh. O'sha kartalariga pullarni tashlab berishsa, O'zbekiston bo'ylab qilib beradi inshaalloh. Zo'r bizda. Bizdan uzoqlashmasin inshaalloh. Xudo xolasa aka, biz xizmatda. Albatta. Bizni klientlarimiz kelaversin, obunachilarimiz. Aka, mana shu sizning kanalingizdan mana kelsin, imkon qadar mol olishga sagilayotgan odamni biz molsiz qaytarmaymiz. Albatta. Galishtin friz yoki sementalni mollarni zo'ri kelibdi. Mana qadriga yetib men olaman-da. Bularni olganda xudo xolasa, misol uchun 40 millionga olgan molimda 80 million qilaylik, 100 million qilib yetiltiray deb yaxshi niyat qilgan odamni biz molsiz qaytarmaymiz. Albatta. Shu Kelishaveradi aka. qattiqroq qo'lingizga chiqqanda berib yuborasiz-da. Aka albatta. Ha? Iloji boricha xalqimizga, o'zimizga vastimizga baraka bersa, hamma kasbkorlarimizga Alloh ziyoda qilsin. Endi mendan oldin o'sha boshda video jarayonida ko'rishalmadik. Qo'ldan kelgancha qo'lni yebichanlarni ko'rsatilgan ham Alloh. Bo'ldi, ko'rsatildi. Hammasi joy-joyida bo'ldi inshaalloh. O'sha achka taqqan
Aha. Hali yaxtada ketib turgan sement Ha, tallarni- yaxtada apelyapsizlarmi bolalarni? Ha, to'rttasini yaxtaga chiqarib, o'zi bor Instagramda. Bor, bor, Ana ha. shuni ko'rib mazza qilib, xudolasa like bosib kelishaversin. Mashallah. Aka-ukalarimiz bizdan uzoqlashmaymiz. Vodiy Chorva kanaliga like'larni bosib kelaverasizlar aka-ukalarimiz. Bizda zo'rlari bor.